Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun 2026-yil 21-fevral. Xudo xolasa sizlarga zo'r sasseniyada ideal tayyorgina Matiz avtomobili geldi. Bir qator obzor etib beramiz. Bo'lmasa ketdik. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomobilimiz zo'r sasseniyada. Mashinamizda 4 tane yumshoq bolollar ustanovka qilingan. Motor hadoy tarafında umuman muammosi yo'q deb turibdilar. Mashinamizning kraskasiga keladigan bo'lsak, faqat zanglari ishlagan deb turibdi. Gelib bemalol ustalaringiz bilan tekshirtirib xarid qilsangiz bo'ladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Pollux variant mashinamizni bahosina keladigan bo'lsak 33 milyon so'm qo'yib beramiz. Gelsangizlar ustunda xudo xolasa qo'shirayatib qaytib ham beraveramiz. Mashinani ko'rib turibsizlar, ideal sasseniyada. Ichki salonni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ichki salonlar ham akkuratni, mazza holatida turibdi. Ko'rib turganlaringizdek, chizilgan, qirilgan, defektli joylari yo'q. Mashina linoleum chexol polik zo'rimdan qo'yilib turibdi. Bar deysizmi, Medigar punktlargacha bar mashinamizda. Basib o'tgan masofasiga keladigan bo'lsak 233 ming kilometr yurib turibdi. Mashinamizni aytib o'tdik. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Pollux variant, motor hadoy taraflarida hech qanday kamchilik yo'q. 4 tane yumshoq bolollar qo'yilgan. Mashinamizga generalni qilib beriladi. Oformleniya desangiz oformleniya qilib beriladi. Mashinaning bahosini ham aytib o'tdik. Xudo xolasa bahasi 33 million so'm, kelsangizlar ustunda qo'shirayatib qaytib beramiz. Kelaveratsa mashinamiz Xushnud Avtoda turadi. 24 soat xizmatdamiz. Shu yerda videomiz yoqqan bo'lsa, bir like'larni bosib, srochni shuningning mozzig'ini Matiz sizlar bir yurtdoshlarimiz atasha berasizlar videoni. Salomat bo'lasizlar.